Assalomu alaykum hurmatli kanalim a'zolari. Sizlarni Asar 84 bolalar, chiroyli o'yin va chiroyli kontent Asar 84. Bolalar kimda bu bet kontorasida kirolmayotganlar bo'lsa, ya'ni ichida puli bor chiqara olmayotganlar bo'lsa, shu videoni ko'ringlar va o'zingizlar chiqazolsanglar bo'ladi. Qanday nima qilish hozir tushuntirib o'taman. Tak, bizga keraklisi VPN kerak. Bu uchun mana ilovani ko'rib turibsizlar. Tak, tanlaysizlar. Tak, ilova загрузкада yoqamiz. Tak, yondi. VPN'imiz endi robotga qaytib kiramiz. Ya'ni bunda ilova ishlagandan keyin, ya'ni загрузкаga tushib avtorizatsiyaga o'tadi. Hozir ko'rasizlar. Shu avtorizatsiyaga o'tgan paytda VPNni o'chirasizlar va parolni terib kirib ketaverasizlar. Yaxshi, mana avtorizatsiya regioni chiqdi. Tak, yana bir marta qaytib загрузка etishadi. Bo'la qol endi. Sal mushkuli kirishi, lekin kiryapti. Davay. Yaxshi, mana region avtorizatsiyaga bosamiz. Выбор region deyapti. Tak. O'zbekiston. Tak, o'zimizni tuman tanlaymiz. Tak. Buni qo'ygandan keyin buni o'chiramiz. Avtorizatsiyaga vaytga o'tamiz. Mana ko'ryapsizlar, kirdi. Mana balansda ham pulim bor edi, mana hozir yechib oldim. Mana запрос навод успешно. Ko'ryapsizlar bolalar. VPN bilan bemalol kirsanglar bo'ladi. Kimga videom yoqqan bo'lsa bittadan like,